Assalomu alaykum va rahmatulloh. Bugun qarshingizda Tashkent Motors Termiz filiali. Hop, sizlarga Jack M3 haqida qisqagina rolik tayyorlashga qaror qildik. Sababi aprel oyi o'z tugashiga ozgina fursat qoldi. Jack M3larimizni hamma biladiki, obzorini juda yot bo'lib ketgan mashina. Qalbimizdan juda chuqur joy egallagan desam ham adashmayman. Hop, mashinani hozirda sizga faqatgina narxlari bo'yicha ma'lumot berib o'taman. Jack M3 oq rangi aprel oyi oxirigacha xarid qiladigan bo'lsangiz 11 million atrofida chegirma, ya'ni o'zining 215 million 460 ming so'm narxidan 5% lik skidga berilgan. Buni ko'pchiligingiz eshitgansiz, albatta ulgurib qoling. 11 million to'g'riroq summa 10 million 773 ming so'm siz foyda bilan buni xarid qilishingiz mumkin. Kalkulyatsiya qilib ko'ramiz. 10 million 773 ming nimalar qilishingiz mumkin? 8 million so'm atrofida metan qo'ymoqchi bo'lsangiz metan qo'yasiz va bu pulga salgina, ya'ni ozgina qo'shadigan bo'lsangiz, albatta o'zingiz